Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa, moddiy ahvolingizni yaxshilash qolaversa, hozirgi iqtisodiy sharoitda o'zingizni va oilangizni himoya qilish masalasi sizni qiynayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Agar siz hozir aytiladigan ma'lumotlarni to'g'ri tushunmasangiz va ularga amal qilmasangiz, katta imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz yoki aksincha jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Har bir so'zimga e'tibor bering. Video boshlanishidan avval kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishimizga yordam beradi. Keling avvalo muammoning ildiziga boraylik. Ilgari xalqaro hamkorlar tomonidan amalga oshiriladigan har qanday moliyaviy yordam dasturlari ko'pincha juda tor doirada, ya'ni aniq maqsadli loyihalar yoki juda cheklangan guruhlarga qaratilgan edi. Masalan, tabiiy ofatlardan jabr ko'rgan hududlarga, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yoki muayyan sohadagi rivojlanish loyihalariga yo'naltirilardi. Bu dasturlar haqida ma'lumot topish qiyin bo'lardi. Hujjatlar to'plash murakkab edi va odamlar ko'pincha o'zlarining sharoitlari bunday yordam olishga yetarli emas deb o'ylashardi. Ko'pchilik uchun bunday imkoniyatlar juda uzoq va erishib bo'lmaydigan ko'rinardi. Moliyaviy yordam olish uchun qayerga murojaat qilishni bilishmasdi. Qanday hujjatlar kerakligini tushunishmasdi. Natijada ko'plab insonlar o'zlari bilmagan holda yordamdan mahrum bo'lishardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda dunyo miqyosidagi iqtisodiy o'zgarishlar, pandemiya oqibatlari va global hamkorlikning yangi bosqichga chiqish natijasida xalqaro tashkilotlar hamda rivojlangan davlatlar tomonidan aholining keng qatlami uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari joriy etilmoqda. Gap только что solidная выплата от международных партнеров каждому deb atalayotgan, ya'ni o'z oldin xalqaro hamkorlardan har biriga qat'iy to'lov degan juda rezonansli xabar haqida ketmoqda. Bu shunchaki shior emas, balki ma'lum shartlar asosida amalga oshiriladigan jiddiy tashabbusdir. Bu endi faqat tor doiradagi loyihalar emas, balki bevosita aholiga, ya'ni sizga va menga mo'ljallangan moliyaviy yordam. Bu o'zgarishning asosiy sababi global iqtisodiyotdagi beqarorlik va oilaning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish zaruriyati. Ko'plab mamlakatlar, shu jumladan bizning davlatimiz ham, xalqaro hamkorlar bilan birgalikda aholini ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi mexanizmlarni ishga tushirdi. Bu dasturlarning maqsadi nafaqat eng muhtoj qatlamlarni, balki iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan keng aholi doirasini ham qamrab olishdir. Bu har biriga degan tushuncha so'z hamma uchun degani emas, balki ilgari yordamga umid qilmagan kengroq doiradagi shaxslar va oilalar uchun deganidir. Aynan shuning uchun bu ma'lumotni to'g'ri tushunish va undan to'g'ri foydalanish juda muhim. Endi esa ushbu dastur haqida batafsil ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Bu pul nima maqsadda beriladi, kimlarga beriladi va kimlar bu borada xavotirga tushishi kerak emas. Avvalo shuni tushunish kerakki, bu shunchaki tarqatma emas. Bu global miqyosdagi iqtisodiy tiklanish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan moliyaviy grant yoki kompensatsiya dasturi bo'lishi mumkin. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Yevropa ittifoqi kabi yirik xalqaro tashkilotlar yoki bir qator davlatlarning qo'shma fondlari tomonidan moliyalashtiriladi. Dasturning asosiy maqsadi qashshoqlikni kamaytirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, inqirozdan keyingi tiklanishni qo'llab-quvvatlash, ba'zan esa ta'lim yoki sog'liqni saqlash sohalariga yordam berishdir. Kimlar uchun bu dastur muhim? Asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, kamma ta'minlangan oilalar, boquvchisini yo'qotgan ayollar, shuningdek ishini yo'qotgan yoki doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun bu katta imkoniyat. Lekin shuni unutmangki, aniq mezonlar mavjud. Xavotirga tushishi kerak bo'lganlar esa bu imkoniyatdan xabardor bo'lmay, uni qo'ldan boy berishi mumkin bo'lganlar, shuningdek turli firibgarlar tuzog'iga tushib qolish ehtimoli borlar. Aksincha, agar siz pastda aytiladigan mezonlarga mos kelsangiz va ko'rsatmalarga amal qilsangiz, tashvishlanishingizga o'rin yo'q. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lgan 2 nafar voyaga yetmagan farzandini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan ayol Gulnora opani olaylik.
uning rasmiy ishi yo'q. Vaqti bilan qilinadigan mayda-chuyda ishlar bilan oilasini boqadi. Uzoq tumanlardan birida yashaydi. Bu dastur doirasida Gulnor opaning oilasi kam ta'minlangan oila sifatida tan olinadi. U o'z mahallasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, oila a'zolarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, turmush o'rtog'ining o'limi haqidagi guvohnomasi agar bo'lsa. Uy-joy kadastri va bank hisob raqami ma'lumotlarini taqdim etadi. Tekshiruvlardan so'ng uning murojaati ijobiy hal qilinadi va u masalan 6 oy davomida har oyda 800 ming so'm miqdorida moliyaviy yordam olishi mumkin. Bu mablag' uning farzandlarining oziq-ovqat va maktab xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Nima uchun u bunga loyiq? Chunki u o'ta og'ir ijtimoiy ahvolda bo'lgan. Daromadi belgilangan chegaradan past bo'lgan va farzandlari bor yolg'iz ona. Bu mablag' aynan uning kabi oilalarning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan. Ikkinchi misol, 75 yoshli Mustafa bobo. U yolg'iz yashaydi. Nafaqasi juda kam va muntazam tibbiy xizmatlarga ehtiyoji bor. Bolalari chet elda, ba'zida yordam yuborishadi, lekin bu yetarli emas. Uning uy-joy sharoiti yomonlashgan. Mustafa bobo ham ushbu dastur doirasida moliyaviy yordamga murojaat qilishi mumkin. Uning holati, ya'ni yolg'iz keksaligi, kam ta'minlanganligi va sog'lig'ining yomonligi inobatga olinadi. Tegishli hujjatlarni topshirgandan so'ng unga bir martalik 30 ming so'm miqdorida yordam ajratilishi mumkin. Bu mablag'ni u uyini ta'mirlash, dori-darmon sotib olish yoki qishki o'tin g'amlab qo'yish uchun ishlatishi mumkin. Nima uchun u bunga loyiq? Chunki u ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz keksalar qatoriga kiradi. Uning nafaqasi esa minimal ehtiyojlarni qoplay olmaydi. Uchinchi misol, kichik biznes egasi, nonvoyxonasi bor Alisher. U dastur nomi haqidagi xabarni eshitib, hammaga pul berilayotganini tushunib, o'z biznesini kengaytirish uchun ham yordam olish mumkin deb o'yladi. Uning biznesi yaxshi ishlayapti, daromadi ham bor, lekin u yangi uskuna sotib olmoqchi edi. Alisher ham murojaat qildi. Ammo uning arizasi rad etildi. Nima uchun? Chunki ushbu soliq to'lov dasturi bevosita kam ta'minlangan shaxslar va oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtojlarga qaratilgan biznesni rivojlantirish uchun emas. Alisherning biznesi barqaror daromadga ega bo'lganligi sababli u bu dastur mezonlarga mos kelmadi. U bunday holatda biznesni rivojlantirishga qaratilgan boshqa kredit yoki grant dasturlariga murojaat qilish kerak. Bu misol shuni ko'rsatadiki, dasturning maqsadini va kimlarga mo'ljallanganligini to'g'ri tushunish juda muhim. Bu hamma degani, albatta shartsiz barchaga emas, balki belgilangan mezonlarga javob beradigan keng doiradagi shaxslarga deganidir. 4-misol, Farida ismli ayol ijtimoiy tarmoqda tezkor pul olish uchun 2 million so'm to'lov qiling degan e'longa duch keldi. E'londa xalqaro hamkorlardan katta miqdorda pul tarqatilayotgani va uni olish uchun agent xizmati uchun kichik to'lov qilish kerakligi aytilgan. Farida xursand bo'lib, o'sha raqamga pul o'tkazdi va o'z shaxsiy ma'lumotlarini, pasport seriyasi, bank karta raqami ham yubordi. Natijada esa puli ham kuydi. Ma'lumotlari ham firibgarlar qo'liga tushdi. Farida nima uchun xavotirga tushish kerak edi? Chunki hech qanday qonuniy moliyaviy yordam dasturlari sizdan arizani ko'rib chiqish yoki pulni o'tkazish uchun oldindan to'lov talab qilmaydi. Bu klassik firibgarlik sxemasi. Har doim shuni yodda tuting. Agar sizdan pul so'rashsa, demak, bu firibgarlikdir. Legit dasturlar faqat hujjatlarni talab qiladi, pul emas. Endi esa ushbu dasturlarning qoidalaridagi istisnolarga, yashirin tuzoqlarga va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarga e'tibor qaratamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yadi. Istisnolar va nozikliklar, mintaqaviy farqlar, garchi dastur xalqaro bo'lsa-da, uning amalga oshirilishi har bir mamlakatda, hatto mamlakatning har bir viloyati yoki tumanida ozgina farqlanishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida daromad chegarasi bir xil oila tarkibi uchun Qashqadaryo viloyatidagi daromad chegarasidan biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu mahalliy iqtisodiy sharoitlar va yashash xarajatlaridagi farqlar bilan bog'liq. Ba'zan ma'lum bir hududlar iqtisodiy rivojlanish darajasi pastligi sababli qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishi ham mumkin. Demografik ustuvorliklar. Ayrim dasturlar ma'lum bir guruhlarni, masalan, nogironligi bor shaxslarni, yosh oilalarni, urush faxriylarini yoki ba'zi bir milliy o'chchilik vakillarini ustuvor ravishda ko'rib chiqishi mumkin. Ya'ni bir xil daromadga ega oiladan nogironligi bor oila avvalroq yoki ko'proq yordam olishi mumkin.
Bu ijtimoiy adolat tamoyillari asosida qabul qilingan qarorlardir. Vaqtinchalik xususiyat, ko'pgina moliyaviy yordam dasturlari doimiy emas. Balki ma'lum bir muddatga mo'ljallangan, masalan 6 oylik yoki 1 yillik davr uchun bu muddat tugagach qayta murojaat qilish yoki boshqa dasturlar izlash talab qilinishi mumkin. Bu pulni kelajakdagi doimiy daromad deb hisoblamaslik kerak. Aksincha, u orqali o'z moddiy ahvolingizni barqarorlashtirish yo'llarini izlash lozim. 4. Shartli to'lovlar. Ba'zan pul shartli ravishda berilishi mumkin. Masalan, oila farzandlari maktabga borishi, emlash dasturlarida ishtirok etishi yoki ota-onalar maxsus kasbiy ta'lim kurslaridan o'tishi talab qilinishi mumkin. Bunday shartlar ayniqsa BMTning bolalarni himoya qilish fondi UNICEF yoki Jahon bankining ta'limga qaratilgan dasturlar doirasida uchraydi. Shartlarni bajarmaslik kelajakdagi to'lovlarni bekor qilishga olib kelishi mumkin. Yashirin tuzoqlar. Bürokratiya va hujjatbozlik. Ariza berish jarayoni murakkab ko'rinishi, ko'p hujjatlar talab qilishi va bir necha idoralararo yugur-yugurlarni talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa keksa yoshdagilar yoki texnologiyadan uzoq bo'lganlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ba'zan bitta hujjatni olish uchun boshqa bir idoraga borish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt va asab talab qiladi. Shuning uchun sabr toqatli bo'lish va har bir qadamni aniq bilish kerak. 2. Ma'lumotlar yetishmasligi. Dastur haqidagi aniq va to'liq ma'lumotlarning markazlashmaganligi. Turli manbalardan turlicha ma'lumotlar tarqalishi odamlarni chalg'itishi mumkin. Bu esa firibgarlar uchun qulay muhit yaratadi. Doimo rasmiy manbalarga ishonish kerak. O't firibgarlik bu eng katta xavf. Yuqoridagi Farida misolini eslang. Firibgarlar o'zlarini rasmiy tashkilot vakillari deb tanishtirib, pul olish uchun oldindan to'lov talab qilishadi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport, bank karta raqamlari, PIN kodlar so'rashadi. Yoki sizga soxta veb-saytlarga kirishni taklif qilishadi. Har doim ehtiyot bo'ling. Hech qachon o'z pulingizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. 4. Boshqa imtiyozlarga ta'siri. Ushbu moliyaviy yordamni olishingiz mamlakat ichidagi boshqa ijtimoiy nafaqalar yoki imtiyozlarga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni bu pul sizning umumiy daromadingiz hisoblanib, boshqa biror nafaqaga bo'lgan eligibility muvofiqlik mezonlaridan oshib ketishga sabab bo'lishi mumkin. Bu albatta har bir dasturning ichki qoidalariga bog'liq. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniqlab olish zarur. 5. Soliq oqibatlari. Olingan moliyaviy yordamdan soliq olinadimi yoki yo'qmi? Bu ham muhim savol. Ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari soliqdan ozod qilinadi, lekin ba'zi hollarda, ayniqsa yuqori miqdordagi to'lovlar uchun soliq majburiyatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu borada mahalliy soliq qonunchiligini aniqlashtirish shart. Ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar. Xalqaro hamkorlar atamasi yagona bir tashkilotni anglatmaydi. Bu bir necha tashkilotlar, davlatlar yoki fondlar koalitsiyasini bildiradi. Har bir hamkorning o'z ustuvor yo'nalishlari va talablari bo'lishi mumkin. Bu esa dasturning turli komponentlari uchun turli qoidalarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi hollarda pul naqd shaklida emas, balki voucherlar, oziq-ovqat kartalari, uy-joy kommunal xizmatlar uchun to'lov kartalari yoki ta'lim materiallari uchun sertifikatlar shaklida berilishi mumkin. Bu mablag'larning aynan maqsadiga ishlatilishini ta'minlash uchun qilinadi. Moliyaviy savodxonlik kurslari. Ba'zi dasturlar nafaqat pul beradi, balki puldan to'g'ri foydalanish bo'yicha majburiy moliyaviy savodxonlik kurslarini ham o'z ichiga oladi. Bu odamlarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni siz nima qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu qadamlar sizga ushbu imkoniyatdan to'g'ri foydalanishga yordam beradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoyalaydi. Birinchi qadam, ma'lumotni faqatgina rasmiy manbalardan tekshiring. Bu juda muhim. Hech qanday ijtimoiy tarmoqdagi shubhali e'lonlarga, noma'lum saytlarga ishonmang. Ma'lumot uchun faqat quyidagi rasmiy manbalarga murojaat qiling. O'zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy veb-saytlari, masalan, Vazirlar Mahkamasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yoki uning hududiy bo'limlarining saytlari, Davlat xizmatlari markazlarining rasmiy portali My.Tongchibuz, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi rezident koordinatori idorasining rasmiy veb-sayti. Agar dastur BMT tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lsa, ishtirok etuvchi banklar
masalan Xalq banki, Agrobank, ATB, Mikrokredit bank kabi banklarning rasmiy e'lonlari agar pul shu banklar orqali tarqatilayotgan bo'lsa, faqat bu manbalarda keltirilgan telefon raqamlariga yoki elektron pochta manzillariga murojaat qiling. Ikkinchi qadam. Muvofiqlik mezonlarini diqqat bilan tushuning. Kimlar ushbu yordamni olishga haqli ekanligini aniq bilib oling. Odatda bu quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi. Daromad darajasi. Oilaning jami oylik daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari yoki boshqa ijtimoiy me'yorlardan past bo'lishi kerak. Oilaning tarkibi, voyaga yetmagan farzandlari bor oilalar, nogironligi bor oila a'zolari, yolg'iz keksalar yoki yolg'iz ona ota kabi omillar. Yashash joyi va fuqarolik O'zbekiston fuqarosi bo'lish va mamlakat hududida doimiy yashash talab qilinadi. Ba'zi hollarda ma'lum bir tuman yoki viloyatda yashash ham muhim bo'lishi mumkin. Boshqa imtiyozlarning yo'qligi, ba'zi dasturlar allaqachon boshqa moliyaviy yordam olib turgan shaxslarni istisno qilishi mumkin. Har bir bandni o'zingizga nisbatan qo'llab ko'ring. 3-qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Murojaat qilishdan oldin barcha zaruriy hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Odatiy holatda quyidagilar talab qilinishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, har bir oila a'zosiniki, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, voyaga yetmagan farzandlarniki, nikoh yoki ajrim haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, oilaning tarkibi va yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyidan, pensiya jamg'armasidan yoki soliq idorasidan agar rasmiy daromadingiz bo'lsa. Agar ishingiz bo'lmasa, bu haqda rasmiy hujjat, bank hisob raqami yoki karta ma'lumotlari yordam puli o'tkazilishi uchun. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa. Uy-joy kadastr hujjatlari ba'zi hollarda talab qilinishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasi va kamida 2 nusxasini tayyorlab qo'ying. 4-qadam. Ariza berish jarayonini aniq bajaring. Ariza qanday usulda qabul qilinishini aniqlang. Agar onlayn ariza berish imkoniyati bo'lsa, My Tonkoq.uz portali orqali yoki tegishli vazirlikning rasmiy veb saytida ro'yxatdan o'ting. Elektron arizani to'ldirishda har bir maydonni diqqat bilan va to'g'ri to'ldiring. Offlayn ariza. Agar ariza qog'oz shaklida topshiriladigan bo'lsa, mahallangizdagi ijtimoiy xodimga, davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Sizga ariza shakli beriladi. Uni shaxsan to'ldiring. Muhimi, ariza berishda hech kimga, hatto o'zingizni yordamchi yoki maslahatchi deb tanishtiruvchi shaxslarga ham pul to'lamang. Qonuniy dasturlarda arizani ko'rib chiqish yoki rasmiylashtirish uchun pul talab qilinmaydi. Agar talab qilishsa, bu firibgarlikdir. 5-qadam. Murojaatingiz holatini kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning holatini qanday tekshirish mumkinligini so'rang. Ba'zi dasturlarda onlayn portal orqali kuzatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini tushuntirishlarni talab qiling va agar bunga asos bo'lsa, qayta murojaat qilish imkoniyatlarini o'rganing. Ba'zan rad etish kichik bir hujjatdagi xatolik yoki yetishmaslik bilan bog'liq bo'ladi. 6-qadam. Doim ehtiyotkor bo'ling. Har qanday shubhali takliflarga, xususan sizdan pul yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ragan e'lonlarga nisbatan sergak bo'ling. Tez va oson pul, hech qanday hujjatlarsiz kabi shiorlar aksariyat hollarda firibgarlik belgisi hisoblanadi. Hech qachon o'z bank kartangizning PIN kodini yoki CVV kodini boshqalar bilan bo'lishmang. Rasmiy pochta manzili bo'lmagan elektron xatlarga javob bermang. Xulosa qilib aytganda, bugun biz xalqaro hamkorlardan har biriga qattiq to'lov deb nomlangan keng qamrovli moliyaviy yordam dasturlari haqida atroflicha ma'lumot berdik. Bu albatta har bir kishiga shartsiz pul beriladi degani emas, balki belgilangan mezonlarga javob beradigan keng doiradagi shaxslar va oilalar uchun katta imkoniyat. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun sizdan ehtiyotkorlik, sabr, toqat va barcha amaliy maslahatlarga rioya qilish talab etiladi. Ma'lumotni to'g'ri tushunish, firibgarlikdan saqlanish va rasmiy yo'nalishlar bo'yicha harakat qilish juda muhim. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z savollaringizni, ushbu dasturlar bo'yicha tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.